Elite Motor avtomobillariga qo'yilgan cheklov olib tashlandimi? UzTest'ning ma'lum qilishicha, O'zbekistonda Elite Motor avtomobillarini sertifikatlashiga qo'yilgan cheklov olib tashlandi. Mart oyida Xitoyning Elite Motor kompaniyasiga tegishli C16 rusumli avtomobillarda aniqlangan nomuvofiqliklar sababli ularning sertifikatlash jarayoni vaqtincha to'xtatilgandi. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida 7-aprel kuni Elite Motor vakillari O'zbekistonga tashrif buyurib, mavjud muammolarni muhokama qilishdi. 14-aprel kuni esa Piskent tumanida sinov laboratoriyasida C16 avtomobillari BMTning 10-son qoidalariga muvofiq qayta sinovdan o'tkazildi. Sinov jarayonida ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar va mutaxassislar ham ishtirok etdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, Elite Motor C16 avtomobillari belgilangan talabga javob berdi va ularni muomalaga chiqarishga shartli ruxsat berildi. Bunda ishlab chiqaruvchi O'zbekistonda vakolatli yuridik shaxsni belgilashi, kerakli hujjatni taqdim etishi va ishlab chiqarish shartlarini nazoratga olish shartlari belgilandi. Bu xabarni elektromobil haydaydigan tanishlaringizga yuboring hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.